Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz, to'g'risi sizlarga mini o'chal ko'rsatamiz. Yig'iladi bu ham. Betdagi daladan ketganini ko'tarib ketadigan. Yig'ib panel saklanib bitta boltaga qilib ingichka bo'lib turadi. O'tin soladigan joyi. Havosini regulyatsiya qiladigan zaslonkasi. Pishirib yig'ib bo'lgandan keyin mana kulini to'p olsa bo'ladi. Ochsa mana kuli pastga tushib ketadi. Ishlatib bo'lib, yopib yig'ib yana kichkina oyoqdagi tashlab ketaveradi. O'zi ham mana ikki qarich chiqadi. Qarich ham chiqmayapti. Xohlasa, ma'qul kelsa, bizga yo'qdi deb yozib kelsalar, kommentariyaga shu narsani ishlab chiqarishni boshlaymiz. Birinchi sinab tekshirib